Assalomu alaykum, Proktolog o'z kanalining kuzatuvchilari. Bugun sizlarning e'tiborlaringizga Swish haqida ma'lumot bermoqchiman. Biz oldin ham Swish haqida ma'lumot bergandik. Swishning o'sha kelib chiqish sabablari, uni turlari, qanaqa davolash usullari bor, bu haqida ma'lumot bergandik. Lekin aynan mana shu davolash usuli haqida to'liq ma'lumot berilmagan, ya'ni yuzaki gapirib ketilgan. Bugungi mavzuyimiz aynan Swish kasalligini, ya'ni Swish nima degani? Bu oqma, yara kasalligi, ya'ni pararektalning oqma yoki to'g'richakda anal kanaldan teriga qarab sun'iy, ya'ni patologik oqma yo'l hosil bo'lib qoladi. U yerdan doimiy ravishda yiring kelib turadi va bu yiring yillar davomida boshqa joydan analning soha atrofida teridan boshqa joylardan yorib chiqib, demak oqma yo'llar ko'payib boradi. Aynan mana shu kasallik oqma yara kasalligi deyiladi, ruschasi aytganda Swish deyiladi yoki fistula deyiladi, bu o'sha ilmiy nomi. Agar siz Swish o'zi qanaqa kasallik, buni keltirib chiqaruvchi sabablari qanday bo'ladi, uni turlari qanaqa, bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kanalga o'tib, o'sha oldingi videolarimizni bir qator ko'rib chiqsangiz bo'ladi. U yerda o'sha Swish haqida полностью подробный ma'lumot berilgan. Bugun faqat Swish kasalligini davolash haqida gaplashamiz. Bemorda Swish hosil bo'lib qoldi. Demak, davolash ikki xil yo'nalishga bo'lib olishimiz mumkin, shartli ravishda. Birinchisi bu medikamentoz, ya'ni dorilar bilan, mazlar bilan, svichalar bilan. Ikkinchi yo'nalishimiz bu xirurgik, ya'ni jarrohlik usuli bilan. Birinchi usulda davolash, ya'ni medikamentoz lechina bu Swish kasalligini davolab yubormaydi. Ya'ni protsessni ma'lum bir darajada kichraytirish mumkin. Vaspalinni, mana yallig'lanish ko'payib ketgan bo'lsa, uni chegaralash mumkin. Yiring kelib ajralmalar bo'lib turgan bo'lsa, o'sha yiring jarayonini to'xtatish mumkin. Lekin Swish kanalini полностью yo'qotib yuborishga kuchi yetmaydi. Bunda nimalar ko'proq ishlatiladi? Medikamentoz lechinada masalan vaspalin, yallig'lanishga qarshi preparatlar, MPS preparatlari masalan, og'riq bo'ladigan bo'lsa og'riq qoldiruvchi preparatlar yoki antibiotik terapiya, o'sha gnoy yiringni chiqishini qaysidir ma'noda cheklash yoki klizmalar, malhamli klizmalar masalan, foydali malhamli klizmalardan foydalanib turish mumkinki, bular faqat Swish kasalligini ma'lum bir paytgacha chegaralab turadi. Oddiy tushuntiradigan bo'lsak, operatsiyaga tayyorlov desak ham bo'ladi. Ya'ni bemorni operatsiyaga tayyorlash. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tish kerak. Swish kasalligini davolashning hozircha kelajakda Xudo biladi, balki qanaqadir ilm-fan yutuqlari muvaffaqiyatga erishib, yangi usullar, yangi metodlar ishlab chiqilib, yangi dorilar o'ylab topilib, keyinchalik dori bilan davolash imkoniyati ham bo'lar. Lekin hozircha Swish kasalligini davolashning yagona usuli bu faqat operatsiya. Sizda Swish bor va siz Swish kasalligidan, ya'ni oqma kasalligidan qutulmoqchimisiz? Faqat operatsiya usuli bilan davolash mumkin. Na tabiblar, qanaqadir o't giyohlar, qanaqadir svicha mazlar Amerikadan olib kelinadimi, Izraeldan olib kelinadimi, Hindistondan olib kelinadimi, sizga reklama qilib sotayotgan qanaqadir firmaning dorilari, menga ishoning, men sizga aniq kafolatni aytishim mumkin. Swish kasalligini shu paytgacha bir dona misol yo'qki, dorilar bilan, tabib usuli bilan davolangan. Bunaqa usul yo'q. Sababi Swish kasalligini yopish uchun bunaqa dorilarning kuchi yetmaydi. Agar siz ozgina meditsinada xabaringiz bo'ladigan bo'lsa, ozgina tibbiyotda xabaringiz bo'ladigan bo'lsa, siz aytarsizki, haqiqatan Swishni bu usullar bilan davolab bo'lmaydi. Nega davolab bo'lmaydi? Nima uchun? Oddiy tushuntirish beraman. Mana erkaklar yoki ayollarda ham bo'ladi. Siydik kanali bor, Siydik kanaldan, demak, siydik qopida siydik yig'iladi. Ma'lum bir davrda siydik yig'ilgandan keyin o'sha siydik qopidagi retseptorlar qo'zg'aladi va bemorni yoki o'sha insonni siydik chiqarishga undaydi. Bemor yoki o'sha kasal yoki o'sha inson hojatxonaga boradi, siydik chiqaradi, siydik kanali orqali. Deylik, bemor ma'lum bir kasallik tufayli yoki ma'lum bir holatda umuman siymadi. Masalan, bir hafta siymadi, 10 kun siymadi, 1 oy siymadi. Masalan, pochkadan chiqarib qo'ydi siydik, hosil bo'lgan siydik, maxsus kateterlar orqali. Shunday vaqtda ham 1 oy, 10 kun, 20 kun siymaganda ham siydik kanal hech qachon yopilib ketmaydi. Kanal doim ochiq qoladi. Qachonki o'sha masalan kateterlar olib tashlangandan keyin, ya'ni siydik chiqarishga yordam beradigan, inson o'zi siyishni boshlagandan keyin o'sha siydik kanaldan siydik pramo tashqariga chiqishni boshlaydi. Ya'ni u yopilib bitib ketmaydi hech qachon. Nega shunaqa? Xudoyim taolo shunaqa yaratganki, siydik kanalining ichki tomoni epiteliy to'qima bilan qoplangan. Xuddi shundoq fistula, ya'ni o'sha oqma yara kasalligi o'ziga yo'l ochib oqma hosil qilib qo'ygandan keyin tasavvur qiling, bu oqma. Mana shu ichida oqma, ya'ni ichki tomonda defekt, teridagi defekt, buni ichidan yiring doim tashqariga chiqib turgan holatda bu o'ziga oqma yo'l hosil qildi va buni ichki tomoni epiteliy to'qima bilan qoplanib qoladi. Granulation to'qima, fibrozning to'qima hosil qilib qoladi. Bu va hech qachon o'zidan o'zi yopilishi
yo'q demayman-ku, 99.9% imkonsiz, ilojsiz. Shuning uchun bu tepada sanab o'tilgan metodlar, ya'ni o'sha dorilar bilan, mazlar bilan, svichalar bilan, giyohlar bilan, boshqa narsalar bilan sivish kasalligi hech qachon yopilmaydi va buni xirurgik usulda davolash kerak. Demak, xirurgik usulda davolashning qanaqa usullari va metodlari bor? Zamonaviy usullari qanaqa degan savol paydo bo'lishi mumkin. Xirurgik usulda davolashning bir qator usullari bor. Bularni ham demak kam invaziv, ya'ni kam jarohat yetkazadigan usullari bor va traditsion an'anaviy metodlari bor. Demak, kam jarohat yetkazadigan usullarni aytadigan bo'lsak, birinchi navbatda hamma bilgan lazer texnologiyasi. Lazer texnologiyasi demak ilmiy tilda aytganda filak deyiladi. Ya'ni o'sha fistuladan lazer nakonechnik kirgiziladi. Mana shu deylik svichli xod, masalan. Bunga maxsus lazerning nakonichnigi bor. Bu mana shu svish xodga kirib turib, to ichkaridan tashqariga qarab turib, svish yo'lini demak destruksiya qilib yopishtirib chiqadi. Oddiy tushuntirganda svarka qilib chiqadi, kanal yopishtirib chiqadi. Bu usul yaxshi tomoni, yutuqli tomoni nima? Bemorda hech qanaqa kesma bo'lmaydi. Kesishi mumkin, ozgina jarohat yetkazishi mumkin, lekin unaqa katta emas. Bemor ertaroq vastarvina bo'ladi, ertaroq oyoqqa turadi, hayot tarzini ertaroq faol boshlaydi. Reabilitatsiyasi qisqa. Bemor uchun komfort, og'riqlar deyarli yo'q operatsiyadan keyin. Bu yaxshi tomon. Yomon tomoni nima? Lazer bilan, demak, mana shu filak operatsiyasi qilinganda, ya'ni lazer bilan destruksiya qilib svich yo'li yopilganda, unda bemorda qaytalanish ehtimolligi bor. Qaytalanish ehtimolligi 30-40% gacha. Ya'ni lazerning effektivligi deylik 60% gacha. Bu nima degani? 10 ta odamdan 4 ta 5 tasida ba'zan kasallik qaytalanadi. Lazer bilan operatsiya qilasiz, lekin kasallik yana qaytadan rivojlanishi mumkin. Agar sizda, ayniqsa bemorlarda, ba'zi bir bemorlarda qo'shimcha yondosh kasalliklar ko'p. Masalan, bemor yoshi katta, bemorda sahrning diabeti bor, bemorda yurak bilan bog'liq muammolari bor, nerv bilan bog'liq muammolari bor, yoki bemorda qon hujayralari bilan bog'liq muammolari bor. Lekin va unda svish ham bor. Svish operatsiya qildirish kerak bo'lsa, bunday vaziyatda jarohatni kesib, erta yarani bitqaza olmasdan qiynalib yoki operatsiya vaqtida qon ketib qolib, qiynalib o'tirgandan ko'ra bemorga tavsiya qilinadi, davay lazerda operatsiya qilamiz, lazerda kuydirib chiqamiz. Xudo xolasa natijasi bir 60% gacha. Ya'ni 10 tadan 6 ta odamga yaxshi ta'sir qiladi. Xudo xolasa balki sizga ham yaxshi ta'sir qilib qolar deb mana bunaqa vaziyatlarda lazer tavsiya qilamiz. Yana bir tavsiya qiladigan zonamiz bor. Ya'ni murakkab turdagi svishlar bor. Masalan, svishni turlari haqida gapirganda aytganmiz, masalan, ekstra sfinkterli svishlar, supra sfinkterli svishlar bor. Bu juda murakkab turdagi svishlar. Bu turdagi svishlarni ochganda juda katta jarohatlar bo'lib ketib qolishi mumkin. Sfinkter yetishmovchiligi bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa turdagi svishlarga ham lazer tavsiya qilinadiki, lazer bilan kuydiraylik, lazer bilan davolab chiqamiz. Mabodo qaytalanish bo'ladigan taqdirda ham keyingi etapli operatsiyasi yengilroq bo'ladi, osonroq bo'ladi deb tavsiya beriladi. Demak, lazerning shunaqa yaxshi va yomon tomonlari bor. Ikkinchi kam invazivniy, ya'ni kam jarohat yetadigan usullardan biri bu probka qo'yish usuli, ya'ni o'sha svichli xodga deylik kanal ichiga probka qo'yiladi. Ya'ni biologik kollagen yoki fibrinli implant qo'yiladi va probka bilan yopiladi. To'g'risini aytganda bu metodda effektivligi darajada yuqori emas. Va asosiy yetib kelgan joyimiz bu traditsion metod, ya'ni an'anaviy usul yordamida svichli xodni olib tashlash. Svichli xodni svish yo'lini olib tashlash tasavvur qilish uchun xuddi qovunni tilib olganingizdek kesib olganda olib tashlanadi. Tashqi teshikdan boshlab, deylik mana shu tashqi teshik bor. Ichkaridagi ichak teshigigacha bo'lgan zona hammasi kesib olinadi. Buni kesish metodlari har xil. Deylik, eng oddiy usuli oldin qilinadigan, misol uchun Gabriel bo'yicha usul fistulotomiya. Fistulotomiya degani mana shu svichli xodni ichkaridan tashqi teshik o'rtasidagi xod kesib tashlanadi, ochib tashlanadi. Bu metod yaxshi metod, faqat kamchilik kasallik qaytalanish ehtimoli bor. Natijadorligi bir 60-50-60% gacha. Ikkinchi metod bor, xuddi shunaqa fistuloektomiya deyiladi. Fistulotomiyadan farqi, fistulotomiyada undoq kesib tashlansa, fistuloektomiyada svichli xod aylanaqli xuddi burjlar boriladi ichkariga qarab. To ichkari teshikgacha burjlar atrof to'qim, sog'lom to'qimalarni kasal to'qimidan ajratib boriladi. Kesib olinadi, olib tashlanadi. Bu usul yaxshi usul, ko'p qo'llanadigan usul, effektivligi ham ancha yuqori bo'lgan usul. Faqat kamchiligi mana orqadagi sfinkterlarga zarar beradi va operatsiya vaqtida sfinkteroplastika qilib tikib ketiladi sfinkterlar. Sfinkter tiklanmasa, ertaga bemor orqani ushlamay qolishi mumkin. Keyingi metod va ko'p foydalanadigan metodlardan biri bu lift deyiladi yoki svishli xodni svish yo'lini bog'lash usuli. Bu metod qachon qo'llanadi? Murakkab turdagi svishlarda. Boya tepada sanab o'tganimdek supra sfinkterli yoki ekstra sfinkterli svishlarda murakkab turdagi svish bo'ladi. Bunda agar svishli xod hammasini qirib olaman desangiz, boyatdan orqadagi sfinkterlar ertaga bemor ushlamay qolishi mumkin.
Ushlamay qolsa nima bo'ladi? Ya'ni bemor oddiy suyuq axlatda, keyinchalik qattiq axlatda ham ushlamay bir umr pampersda yurishi mumkin. O'sha narsa retsidiv bermasligi uchun mana bu lift operatsiyasi qilinadi. Bunda o'sha sveshий xod xuddi burjlab kirib boriladi. Aynan sfinkterga yetib kelgan joyda bu sfinkter qismi sveshий xod ajratib tikib bog'lanadi. Ichkaridan bog'lanadi. Natijada bemorda murakkab turdagi operatsiya o'tkaziladi va sfinkterga zarar yetkazilmaydi. Bemor keyinchalik shu orqani ushlamaslik, nidrjanikali deydi, ushlamaslik funksiyasini yo'qotib qo'ymaslik uchun qilinadigan narsa. Natijadorligi yaxshi, lekin qaytanish ehtimolligi bor bo'lgan kasallik. Keyingi ko'p qo'llanadigan usullardan yana biri bu seton, ya'ni bog'lash. Seton degani bu o'sha maxsus ip yoki maxsus rezina bo'ladi. Bu murakkab turdagi svishlarga qo'llaniladi. Bu ham xuddi boya tepadagi murakkab turdagi svishlarga ochib borib, oxiri sfinkterga yetib kelgan joyida sfinkter qirqilmaydi-da, o'sha joyda o'ziga ip o'tkazib bog'lab qo'yiladi. Bu ip har 10 kunda 2 haftada bir tortib borilaveradi. Ip sekin va mushakda qirqib oxiri o'zi tashqariga chiqib ketadi. Bu sekin bo'ladigan operatsiya, ya'ni uzoq vaqt oladigan operatsiya va bemorda ertaga orqani ushlamaslik funksiyasini demak yo'qotib qo'ymaydi. Hozirgi kunda eng ko'p qo'llaniladigan mana shunaqa metodlar bor. Ba'zan gibridniy operatsiyalar o'tkaziladi. Gibrid degani, masalan, lazer bilan kuydirasiz, oxirida masalan murakkabni seton bilan bog'lab qo'yishingiz mumkin. Yoki filak qilasiz, lazer bilan kuydirasiz. Mana shunaqa turdagi gibridniy operatsiyalar qilinadi. Bu endi vrachning malakasi, vrachda demak shu operatsiyani qanchalik ko'p qilganligi, uni maktabi qanaqa bo'lganligiga bog'liq. E'tibor bergan bo'lsangiz, men qayta aytayapmanki, orqa sfinkteri ushlamaslik degan narsani ko'p qaytaryapman. Haqiqatan ham svish operatsiyalarida ikkita narsani demak e'tiborga olish kerak. Birinchisi, siz operatsiya o'tkazgan taqdiringizda ham qaysi metod bilan bo'lishidan qat'iy nazar, kasallik qaytalanish ehtimolligi bor. Operatsiya o'tkazdim, bo'ldi, qutuldim degan narsa yo'q. Eng yaxshi metod bilan qilinganda ham operatsiyaning natijadorligi 80-90% gacha. 10 tadan 8 ta 9 ta odamga yaxshi natija. Bitta, ikkita bemorda kasallik qaytalanadi. Ming uni yaxshi operatsiya qiling, ming uni chiroyli xirurgik usulda yordam bering, kasallik qaytalanishi mumkin. Sababi svish kasalliklar bu infeksion kasallik. Infeksiya organizmda kuchi yetmasa, immunitet kuchi yetmasa infeksiyani bosib olishga, bunda kasallik qaytalanish ehtimolligi bor. Bu bir. Ikkinchisi, kasallik murakkabligiga qarab turib, bunda o'sha operatsiya qilingan vaqtda sfinkterlar zararlanishi, kesilishi va keyinchalik orqani ushlay olmay qolish holati yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun bemorlarga operatsiyadan oldin albatta tushuntiriladiki, mana bu kasallik operatsiya qilinganda mana shu protsentda qaytanish ehtimolligi bor. Ikkinchisi, orqani ushlay olmay qolish mumkin deb ogohlantiriladi. Bu degani siz operatsiya bo'ldi, yana operatsiya bo'lasiz degani emas. Lekin baribir sizga mana shu protsentda holatda aytib qo'yishimiz kerak. Mana shunaqa ertaga holat retsidiv bo'lishi ham mumkin yoki asorat berishi ham mumkin, ya'ni asложение berishi ham mumkin deb ogohlantirib qo'yish kerak. Demak, bu umumiy svish haqida tushuncha. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Svishning operatsiya turlari buni murakkabligiga qarab har xil bo'ladi. Yani ko'pchilik bizga umumiy kommentariyada yoki telefon qilib so'rashadiki, doktor, masalan, o'zimda, ayolimda yoki otamda, onamda svish kasalligi bu operatsiya narxi necha pul bo'ladi deydi. Masalan, men yoki boshqa vrachlar ham shu, operatsiyaning narxi bu svishning murakkabligiga bog'liq. Svish qancha yengilroq bo'lsa, masalan, intrasfinkterniy yoki transsfinkterniy holatlarda bunda bolay yengilroq svish bo'ladi, bunda osonroq operatsiya va narxi ham nisbatan arzonroq. Lekin murakkab turdagi svishlar, masalan, boya aytdim-ku, suprasfinkterniy yoki ekstrasfinkterniy svishlarda bu bolay murakkab operatsiya, bunda ham narxi boshqacharoq bo'ladi. Bundan tashqari operatsiyaning narxi siz qildirmoqchi bo'lgan metodga bog'liq. Ya'ni lazerda qilinadigan bo'lsa, boshqa, filak qilinadigan bo'lsa, boshqa, fistulotomiya, fistuloektomiya qiladigan bo'lsa, umuman boshqa. Va mana shu narsalarga qarab turib operatsiyaning narxi shakllanadi. Siz bir og'iz telefon qilib yoki bir og'iz kommentariyada doktor narxi qancha, doktor sizga narxni yozmasa, bular narxni aytmaydi, bir narsa deb o'zidan-o'zi xafa bo'lmang. Bu narsani ko'rib sizga baholash kerak. Sizga kommentariyaga telefonda menimcha narx bo'ladi, operatsiyaning narxi deb qo'yib, erta biz oldimizga kelgandan yo'q, sizga mana bunaqa emas, mana bunaqa narx bo'lar ekan desak, o'ziga-o'ziz ichingizda o'tishi mumkin. Bular aldab chaqiradi yoki boshqacha bir yomon xayollarga borishingiz mumkin. Shuning uchun do'stlar, har bir narsani narxini yoki operatsiyaning turini, bahosini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta siz ko'rinishga kelishingiz kerak. Vrach nazoratdan, o'sha birlamchi osmotrdan o'tganingizdan keyin vrach sizga
podrobniy tushuntiradi, operatsiya qaysi turda qilinadi va bu operatsiyaga qanaqa rasxod bo'ladi, qancha sizga to'lov qilish kerak, bu haqda to'liq ma'lumot beradi. Men endi to'lov haqida umumiy hozir gapirib ketdim, sababi juda ko'p bemorlarimizga qiziqda, to'lov necha pul bo'ladi, to'lov necha pul bo'ladi, qancha bo'ladi degan narsani so'raganlar uchun bu uchun alohida vaqt ajratdim, gapirdim. Svish kasalligi bor bemorlarimizga bir iltimosim bor. Svish bormi sizda? Hech qachon bee'tibor bo'lmang. Bir narsa borda, masalan, svish hosil bo'lgan bemorlarda tashqarida teshik bor. Bu teshik boya aytdim, ichkarida ham bor, ichki tomonda ham bor. Ichkaridagi defekt hech qachon yopilmaydi. Tashqari teri yopilib qolishi, lekin ichkaridagi defekt hech qachon yopilmaydi. Teri yopilib qolgandan keyin tashqari teshik, ichkaridagi defekt yopilmaganlik hisobiga gunoy hosil bo'lib, u boshqa joydan yorib chiqishi mumkin. Boshqa joydan teshik hosil qiladi. U yana boshqa joydan yorib chiqib, boshqa joydan teshik hosil qiladi. Qo'yingki, teshiklar soni qancha ko'p bo'lgan sari bu operatsiya shuncha murakkablashib ketyapti degan. Chunki har bitta teshik chiqtirgan bu o'shaning tagidan kanal hosil qildi degan. U kanalni hammasini qirib olishimiz kerak. Operatsiya qildirmasa nima bo'ladi deysiz? Operatsiya qildirmasangiz birinchi navbatda borib orqa mushaklarda, ya'ni o'sha orqani qisib turuvchi mushaklarda deformatsiya chaqiradi. Va bu orqani ertaga ushlab turish funksiyasi, ya'ni orqani qisib turish funksiyasi yo'qolib qolishiga sabab bo'ladi. Bir, ikkinchidan svish organizmga bo'ldimi, boya aytdim, bu infeksion kasallik. Infeksiya bu achak, infeksiyaning achagi. Ya'ni doimiy sizni organizmda gunoy bo'lsa, bu gunoy doimiy ravishda qonga so'riladi, u hayot uchun muhim bo'lgan organlarni doimiy ravishda zaharlab boradi. Shuning uchun bemorda ishtahasizlik, uyqusizlik, ba'zan og'riqlar, ozib ketish, mana shunaqa bir yomon holatlar kuzatilib turishi mumkin. Umumiy olganda gapirmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat. O'ylaymanki, agar sizda ham svish kasallik bo'ladigan bo'lsa, orqaga tashlab o'zingizni qiynab yurmang. Yana aytayapman, bu kasallik hech qachon o'zidan o'zi yaxshi bo'lib qolmaydi. Imkon qadar tezroq kasallikdan qutulish kerak va yashashni davom ettirish kerak. Gapirmoqchi bo'lgan gaplarim shundan iborat do'stlar. O'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'linglar.